Hammasi 15-may bugungi kunli chiqadi, svezi 5000 so'mdan. Internetda gap so'z bo'lyapti. Mana-chi. Kamera qanaqa yetkazib beryapti bilmadim, lekin uncha-muncha kolbasani ortda qoldiradi. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda 5000 so'mdan sotilayotgan kolbasa mahsulotlari aks etgan videolar tarqaldi. Ehtimol ko'zingiz tushgandir. Unda kolbasalar sovutgichli do'konda emas, balki ochiq sharoitda kelib chiqishi va tarkibi noma'lum holatda sotilayotganini ko'rish mumkin. Go'sht narxidan kelib chiqilsa, 5000 so'mlik kolbasaning qanday mahsulot ekani haqida tabiiy savol paydo bo'ladi. Hozir shu haqda. Tasvirlarga e'tibor bersak, arzon kolbasalar odatda qishloq xo'jaligida ishlatiladigan qoplarda sotilmoqda. Videolardan birida sotuvchi bu mahsulotdan har kuni 1000 tadan oshiq yetkazib berilayotganini aytadi. Hammasi 15-may bugungi kunli chiqadi, svezi 5000 so'mdan. Kunuz holatga aniqlik kiritish maqsadida Sanitariya epidemiologiya qo'mitasining Toshkent shahar boshqarmasi bilan bog'landi. Boshqarma axborot xizmatining ma'lum qilishicha, kolbasaning tarkibi noma'lum, mahsulot sifati tasdiqlanmagan, ularning tarkibi, ishlab chiqaruvchisi va yaroqlilik muddati bo'yicha aniq ma'lumot mavjud emas. Sanitariya epidemiologiya stansiyasiga ko'ra, sanitariya talablari bo'yicha mahsulot qadog'ida ishlab chiqaruvchi korxona nomi, tarkibi, saqlash sharoiti va yaroqlilik muddati kabi ma'lumotlar bo'lishi shart. Bu ma'lumotlarsiz mahsulotlar iste'molga yaroqsiz hisoblanadi va inson salomatligi uchun xavfli bo'lishi mumkin. Sanitariya qoidalariga ko'ra, mahsulot qadog'ida to'liq ma'lumotlar ko'rsatilmagan bo'lsa, bu uning iste'molga yaroqsiz ekanligini bildiradi, chunki uning tarkibi va tayyorlanish sharoiti noma'lum. Mahsulotning kelib chiqishi, saqlash sharoiti va xavfsizligi bo'yicha hech qanday kafolat bo'lmasa, bu aholi salomatligi uchun xavfli hisoblanadi. Ayniqsa havo harorati yuqori bo'lgan mavsumda go'sht va kolbasa mahsulotlarini sanitariya talablariga rioya qilmasdan saqlash turli zaharlanishlar va infeksion kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin, deyiladi boshqarma izohida. Ma'lum qilinishicha, kolbasa sotuvchilari 2 marta ogohlantirilgan va ularga nisbatan jarima choralari qo'llangan. Katta miqdordagi kolbasa mahsulotlari yo'q qilingan. Biroq bu yerda muhim savollar ochiq qolgan. Agar mahsulot haqiqatan inson salomatligi uchun xavfli bo'lsa, nega sanitariya epidemiologiya stansiyasi faqat ogohlantirish va jarima bilan cheklandi? Nima uchun mahsulot namunalari zudlik bilan laboratoriya tekshiruvidan o'tkazilib, tarkibi bo'yicha rasmiy xulosa e'lon qilinmadi? Videolarda ko'rish mumkinki, bu kolbasalar xaridorlar tomonidan ko'plab sotib olinyapti. Allaqachon iste'molga tarqalib ham ulgurgan. Oziq-ovqat xavfsizligida esa vaqt hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bunday holatlarda mahsulotni savdodan zudlik bilan olib tashlash, uni ekspertizadan o'tkazish va natijalarni jamoatchilikka oshkor qilish kutilgan choralardan hisoblanadi. Toshkent shahar sanitariya epidemiologiya boshqarmasi esa mazkur holatda tadbirkorlik faoliyatiga aralashish bilan bog'liq huquqiy jihatlar mavjudligini, ayni paytda bu masala biznes ombudsman bilan hamkorlikda o'rganilayotganini, vaziyat yuzasidan natijalar ma'lum qilinishini bildirib o'tdi. Darvoqe, 13-may holatiga ko'ra Toshkent shahrida 1 kilogramm mol go'shtining narxi 129 ming 140 ming so'm atrofida, tovuq go'shti esa 35-39 ming so'm atrofida sotilyapti. Lekin kolbasa 5 ming so'm. Qanaqasiga?